Choksiz mana uloqsiz tarnovimizni chiqaryapmiz. Namanganda obyektimizga yetib kelganmiz, qadrdonlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana ko'pchilik qiziqayotgan choksiz, ya'niki uloqsiz tarnov. Xo'p, mana shu holatda chiqariladi do'stlar. Bu tarnovimizni Namangan viloyati Chustga mana chiqaryapmiz. Chustdagi obyektimizga. Do'stlar, videoni o'tkazmasdan ko'rib tursanglar, bu xonadonimizga telefonlar bilan birgalikda qo'yib o'rnatib berganmiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatda, butun holatda bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, bu xonadonimizga videoni boshida aytib o'tamiz. Nech pul so'mma ketdi, nech pulga bitdi do'stlar. 24,5 million so'mga, atiga 24,5 million so'mga, to'g'ri eshitdinglar. Hamma xarajatini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini bir dona samolyotga ham ovora qilmagan holatda mana darvoza xonalarini hamda shapkalarini, ichkari ko'cha shapkalarini hammasini, telefonlarini choksiz, ya'ni 50 metr atrofida choksiz tarnov qo'yib berganmiz. Bu choksiz tarnovimizda faqat burchaklarda uloq bo'ladi. Qolgan joylari butun holatda bo'ladi qadrdonlar. Bu videoda albatta tarnovdan suv oqib zerikkanlarga jo'natib qo'yinglar qadrdonlar. Sababi butun tarnovni qo'ydisanglar, umuman chok bo'lmaydi, faqat burchaklarda chok bo'ladi xolos. Bu degani tarnovdan suv oqish bir necha barobarga kamayadi do'stlar. Xo'p, qadrdonlar, bu xizmatimizni Namangan viloyati Chustda qilib berganmiz.